Demak, quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Milliy sertifikat darajasidagi savol. 45-savol. Hajmi 13,5 litrga teng bo'lgan usti ochiq, asosi kvadrat bo'lgan parallelipiped idish yasash uchun eng kam yuzali tunuka ishlatildi deyapti. Mana shunday parallelipiped bor. Usti ochiq, asosi kvadrat bo'lgandan keyin albatta A masofa balandligini h ga teng deymiz. Hajmi desa asos yuzini balandlikka ko'paytirsak a kvadrat ko'paytiruv h 13,5 ga teng. Va eng kam yuzali tunuka ishlatildi. Ya'ni bu yerda asosiga tunuka ishlatilgan va 4 tarafga tunuka ishlatilgan. O'shalar yuzasi eng kam bo'lishi kerak. O'zi qancha yuza ketgan? O'shani s barobar asosiga a kvadrat yuza ketadi. Yon tarafiga a ko'paytiruv h dan 4 ta yuza ketadi. Mana shu eng kam bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda s minimum bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerda endi h yuqoridan topib olamiz. H bu 13,5 taqsim a kvadrat. Yuzaga borib qo'yamiz. A kvadrat plus 4a ko'paytiruv 13,5 taqsim a kvadrat. Qisqaradigan bo'lsa a kvadrat plus 54 taqsim a bo'lib qoladi. Yuza eng kichik qiymatga ega bo'lish uchun uni hosilasi 0 bo'lishi kerak. Funksiyaning eng kichik qiymatga ega bo'lish uchun. A bo'yicha hosil olsak 2a minus 54 taqsim a kvadrat teng 0 bo'ladi. Bundan a kub teng 27, a teng 3 kelib chiqadi. Demak, asosi 3 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, bizda so'rayapti. Asosini toping deganida B shartida asos uzunligi 3 detsimetr, o'z detsimetrda chiqadi litr bo'lgandan keyin. Parallelipiped balandligini toping deyotganda h bu 13,5 taqsim a kvadrat, ya'ni 9 bu 1,5 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 1,5 detsimetr bo'ladi. Shu va shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizning Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.